Bugun Allohning go'zal zamini Islandiyaga birgalikda sayohat qilamiz. Bu go'zallikni ko'rishga tayyormisiz? Kofe yoki choy oling va videoni oxirigacha ko'ring. Bu albatta sizga qiziqarli va foydali bo'lishi aniq. Mana Denver aeroportidan samolyotga chiqib oldik. Ajoyib bulutlarni, Avatar kinosini tomosha qilib Islandiya zaminiga yetib keldik. Bu yerda yomg'irli va tumanli kun. Mana Reykjavik, Keflavik aeroportidamiz. Aeroport shunaqa kichkina va qulay. U yerdan chiqib Blue Lagoonga taksida yo'l oldik va bizni Islandiyadagi mana shu go'zal manzara qarshi oldi. Va o'g'lim bilan mana 50 gradusli suvga tushmoqchimiz. Bundan avval razyevalkada kiyinib, yuvinib, keyin suvga kirarkansiz. Bularda qonun qoida shunday ekan. Cho'milib chiqqandan keyin mana bu xalat va sochiqlardan olishingiz mumkin. Bundan tashqari Blue Lagoonda mana shunday yuzga 4 xil kremlar ham bor. Mana Blue Lagoonni hamma yog'ini aylanib ko'rdik va suvga tushishni boshladik. Bu silika va minerallarga boy geotermal pulga har yili dunyoning ko'plab davlatlaridan insonlar kelib bu yerda cho'milishadi. Bu yerda ichimliklar olib ichishingiz, mana bu 4 xil kremni xohlagandan tanlab yuzingizga surishingiz, mana bu suvda yuvishingiz va antiqa saunalarda cho'milishingiz mumkin. Bu yerga har yili 1 milliondan oshiq insonlar kelib cho'milishadi. Bu yerdan biz ham ketgimiz kelmadi, lekin mehmonxonamizga 1 soat deganda yetib oldik. Mehmonxonamiz shahar markazida joylashgan, Old Town Reykjavik shunaqa ko'rinishda. Undan so'ng esa flyoverga yo'l oldik. Bugun bolalarimni Islandiya uzra aylantirmoqchiman. U yerda shunaqa manzaralarni ko'rdik va mana bu mo'jizaviy stulga o'tirib Islandiya bo'ylab sayohatni boshladik. Bizni mana shunday qilib Islandiya uzra 4 faslda uchirib hamma chiroyli joylarni ko'rsatishdi. Buni o'zingiz o'tirib uchsangiz juda ham boshqacha holat yuz beradi. Bolajonlarga bu tomosha yoqdi. Keyin esa yana bir shaharni aylandik. Bu yerda kechasi soat 11, hali ham yorug'. Ko'rib turganingizda yana tong otdi. Shaharni tomosha qilib bu yerda avtobusni kutdik. Bu yerda sariq avtobuslar yurarkan, oq avtobuslar sizni avtobus terminaliga olib borar ekan. Avtobus terminalidan marshrutkaga chiqib oldik. Marshrutka salonlari ham juda zo'r va sayohatni boshladik. 2 yo'l bo'yi butun mana shu chiroyli gullarni uchratdik. Menga juda ham yoqdi. Endi sharsharalarni tomosha qilishga yo'l olamiz. Bu yerdagi har bir yo'ldagi manzara bir manzara ikkinchisini takrorlamaydi. Shunaqa go'zallik. Men bunaqasini faqat Islandiyada ko'rdim. Har bir qarichi sizni hayratlantirishi aniq. Bu yerga umringizda bir marta bo'lsa ham borib ko'ring. Lekin shu yoqimli yomg'ir yog'ib tumanlar hosil qilarkan. Shunaqa ajoyib, lekin bu yerda hamma joyda ham to'xtashga ruxsat yo'q. Xohlasangiz marshrutkada, xohlasangiz mashinada aylanishingiz mumkin. Endi mashinada aylansangiz qulayroq, vaqt ko'proq beriladi. Bizga kam vaqt berildi. Bu yerda shunaqa qora qumlar bor ekan. Xullas, bu sharsharalar bizga juda ham yoqdi. Bu yerdan ketging kelmaydi, lekin o'g'lim shunaqa shoshiltirdi. Ketdik, mashinaga kech qolamiz deydi. Odamlar kutib qoladi deydi. Biz shunaqa punktualniymiz. Xullas, ko'ring dalalari, yana tuman boshlandi. Endi keyingi sharsharani ko'ramiz. Islandiyada 10 mingdan oshiq sharsharalar bor. Biz ikkitasini ko'rishga ulgurdik. Bu manzarani ko'ring. Shunaqa mazza. Bu yerdan hech ham ketgingiz kelmaydi. Bolalarga yuringlar,
u yoqda rasmga tushamiz desam biz bormaymiz deyishdi. Shunaqasi ham bo'larkanda. Endi men o'zim bordim, hamma yog'idan video rasmlarga oldim, juda ham enjoy qildim. Xullas, bu sharsharaga endi tashrif buyurmasangiz bo'lmaydi. Albatta keling. Shunaqa mazza qildim endi. Hamma g'am tashvishlar chiqib ketdi. Odam har yili o'zi uchun mana shunday go'zal joylarga ham sayohat qilishi kerak. Keyingi manzil Black Sand Beach Vikurfjaraga bo'ldi. Bu yerda mana shunday orzu qilgan chiroyli gullarim kutayotgan ekan. Bu yerda kirib restoranda ovqatlandik, mazali burgerlardan olib yedik va keyingi manzil tomon yo'l oldik. Men o'yladim, yana boshqa joyda ham u gullar bilan boshqa turda hali rasmga tushaman deb o'ylagan edim. Chuchvarani xom sanabman, boshqa unda manzara kelmadi. Gullar bilan rasmga tushganimga juda xursand bo'ldim. Yo'lma-yo'l mana shunday go'zal antiqa sharshara manzaralarni ko'rib bahri dilimiz ochildi. Bu marsrutkadagi inson bizga hamma joylarni tanishtirdi, o'zini hayotidan ham gapirib berdi. Islandiyada hayot juda ham qiziq ekan. Har qanaqa holat, vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar hammasi yaxshilikka deb qo'yaverishar ekan. Keyin to'xtab mana shu chiroyli joyda rasm videoga tushamiz, tushinglar deyishdi. Bu yerda shunaqa shamol, odamni toqati ham bo'lmaydi rasmga tushish tugul tezroq issiqqina marshrutkaga chiqib olgisi keladi. Xullas, endi biz hozir Glacier Lagoon muzliklar tomon yo'l olyapmiz. Mana ko'rib turganingizdek bu yerga yetib keldik. Bu yerda ham havo shunaqa sovuq, shunaqa shamol. Endi bu joylarda biz rasm videolarni juda chiroyli qilib olishni mo'ljallaganmiz, lekin mana ko'rib turganingizdek mana shunday eplab oldim. Bu yerda odamlar juda ko'p. Keyin u yoqda yana ham yaxshiroq manzara bor ekan. U yerga o'zim bolalar shunaqa shamol, ko'zga qum kirib ketyapti, bormaymiz deyishdi va men o'zim teparoq qismiga borib yana boshqa joydan ham bu chiroyli manzaralarni olib sizga bo'lishkim keldi. Bu yerdagi shamol odamni uchirib yuboray deydi, lekin manzaraga vobshe gap yo'q. Mana bu Diamond Beach, qora qumlar endi bir umrga bizi yodimizda qoldi. Bu yerga yana kelajakda qaytib kelishimiz mumkin, chunki bu davlat menga juda ham yoqdi. Obuna bo'lib like bosishni unutmang. Videoni davomi bor.